Qanday? Salovat aytsanglar problema hal bo'lib ketadimi? Mana masalan hozir ish yurishmayapti. Undan ko'ra bitta ish bergani yaxshi emasmi? Masalan, qarzim bor. To'g'risi salovat aytib o'tirsam, endi seniki ijobat bo'lmaydi. Mana kam deganda 400 ta 500 ta odam masala eshityapti-ku kunda kelib. Qarang, bir 50 ta odam yo'qda, 10 tadan bitta odam qo'l ko'tara olmayapti. Endi ayb kimda ekan? Hayotda osuda, xotirjam, sakinat bilan yashamayotganingizga sabab nima ekan? Ishonmayapsiz, birodar. Qanday? Prosta salovat aytsa hal bo'ladimi? Bilmadim. Unda gunohlaring mag'firat bo'lib, g'amlaring hal bo'lar ekan-da, deyaptilar Rasululloh. Tilingiz bekor qoldi, salovat ayting-da. Ishona olmaysizda. Shuning uchun aytyapmiz, haqiqiy tavakkal qilganga beriladi bu narsa. Hammaga emas.